1-iyuldan O'zbekiston qonunchiligida quyidagi o'zgarishlar va yangiliklar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Pensiya va nafaqa miqdorlari, shuningdek bolalar nafaqasi hamda kam ta'minlangan oilalarga ajratiladigan moddiy yordam 10% ga oshiriladi. Fuqarolarga davlat pensiyalari va kompensatsiyalarni proaktiv shaklda tayinlash tartibi joriy etiladi. Barcha davlat tibbiyot muassasalarida murakkab va xavfli davolash tadbirlarini amalga oshirayotgan shifokorlarga 25% dan 100% gacha oylik ish haqiga ustama to'lash tartibi joriy qilinadi. Ustama miqdori kasallikning og'irligiga va davolash murakkabligiga bog'liq bo'ladi. Qonunchilikda belgilangan soliq imtiyozlari nogironligi bo'lgan shaxslarga ular murojaat qilmasdan proaktiv shaklda qo'llaniladi. Chegarani kesib o'tayotgan avtotransport vositalari uchun fuqarolik javobgarligi sug'urtasi majburiy qilinadi. Shuningdek, davlat funksiyalari xususiy sektorga o'tkaziladi. Yo'lovchi tashish xizmatlari uchun qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha amaldagi imtiyoz bekor qilinadi. Bundan tashqari, barcha davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bog'chasi axborot tizimi orqali tarbiyalanuvchilar va xodimlarning elektron davomati, ish vaqti va ovqatlanish xarajatlari yuritiladi. Ha aytgancha, qonunchilikdagi barcha o'zgarishlar haqida yuzi sayti orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.